Bismillahirrohmanirrohim. Sezgi a'zolari miyaga ma'lumotlarni yetkazib berishi ma'lum bo'lgach, endi sezgi a'zolari bu ma'lumotlarni qayerdan olishini bilish muhim. Chunki ma'lumotlar olinadigan joy bo'lmasa, uni miyaga yetkazish ham mumkin emas. Bu esa fikrlashlik jarayonini hosil qilmaydi deganidir. Insonlar hayotiga e'tibor berib qaralsa, har bir insonni nimagadir intilib harakat qilayotgani yaqqol ko'rish mumkin. Harakat qilish har bir insonga xosdir. Boshqacha qilib aytganda, intilish insonni yaratilish tabiati bo'lib, insonni harakatga soluvchi ichki turtki hisoblanadi. Insonni vujudi o'z yaratilish tabiatiga ko'ra har xil narsalarni talab qiladi. Birinchi tur talab insonni moddiy narsalar bilan munosabat qilishga undovchi talab bo'lib, qisqacha moddiy talab deb deyiladi. Insonda moddiy talab borligi tufayli uy-joy qurish, mashina sotib olish, chiroyli kiyim kiyish kabi narsalarni xohlaydi. Ikkinchi tur talab insonni boshqa insonlar bilan munosabat qilishga undovchi talab bo'lib, qisqacha ma'naviy talab deb ataladi. Insonda ma'naviy talab borligi tufayli u otalik, do'stlik, qarindoshlik, er-xotinlik kabi ma'naviy munosabatlarga intilishni xohlaydi. Ayolni erkak bilan munosabat qilishga undovchi jinsiy moyillik ham ma'naviy talabning bir ko'rinishidir. Uchinchi tur talab inson o'z yaratuvchisi bilan munosabat qilishga undovchi talab bo'lib, bu ruhiy talab deb ataladi. Insonda ruhiy talab borligi tufayli o'z yaratuvchisini ulug'lash va unga ibodat va itoat qilishni xohlaydi. To'rtinchi tur talab insonni organizmining talablari bo'lib, qisqacha uzviy talab deb ataladi. Uzviy talablarni borligi tufayli inson uxlaydi, ovqat taomlanadi, chanqog'ini qondiradi, o'ta issiq yoki o'ta sovuqdan saqlanadi va hokazo. Insonni mana shu 4 talabi doimo harakatga solib turadi. Shuning uchun ham harakat inson hayotining ajralmas qismidir. Insonni biror harakatga solish nuqtai nazaridan uzviy talab qolgan 3 turdagi talabdan keskin farq qiladi. Uzviy talab insonni harakatga solish uchun miya bu talabni his qilishi kifoya. Masalan, inson suv qidirishi uchun miya chanqoqni his qilsa bas, ya'ni kifoya qiladi. Lekin moddiy, ma'naviy, ruhiy talablar insonda harakat hosil qilishi uchun miya bu talablarni his qilish bilan bir qatorda talab qilinayotgan narsani o'zini ham his qilishi yoki u haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak. Masalan, insonda avtomobil sotib olishi harakat hosil bo'lishi uchun miya moddiy talabni his qilish bilan birga avtomobilni ham his qilishi yoki u haqida tushunchaga ega bo'lishi kerak. Agar inson avtomobil nima ekanligini bilmasa, uni hech qachon ko'rmagan bo'lsa, u insonda hech qachon avtomobil sotib olish uchun harakat hosil bo'lmaydi. Garchi moddiy talabi bo'lsa ham, xulosa qilib aytish mumkinki, inson o'z vujud talablarini qondirish uchun yashaydi. Inson o'z vujud talabini qondirish uchun qilgan harakati uni turmush tarzi deb ataladi. Agar insonda vujud talablari bo'lmasa, fikrlashlikdan ma'no yo'qdir. Shuning uchun vujud talablari ham miya va sezgi a'zolari kabi fikrlashlik hosil bo'lishi uchun zarurdir.